Sentyabr oyida tug'ilganlar. Sentyabrchilarni tashqi go'zallik maftun etsa, ichki go'zallik ushlab qoladi. Chunki ular Merkuriy va Venera aurasidagi insonlar bo'lib, dunyoning eng chiroyli maxluqoti bo'lsang ham, aqling va ichki dunyoing go'zal bo'lmasa, baribir sen bilan uzoq qolmaydilar. Ular tanlab muloqot qiladilar. Gaplashganda o'sha insondan nimadir olishga intiladi. Masalan, bilim, tajriba. Agar suhbatdoshi nodon bo'lsa, u bilan gaplashib faqat yo'qotishlari mumkin. Shu sababdan dunyoqarashi tor insondan uzoqlashadilar, hatto eng yaqin insoni bo'lsa ham. Dunyoning millioner odami bo'lsa ham befoyda, jamg'argan pulidan ozgina kamaysa, behalovat bo'ladilar. Venera effekti tufayli moddiylikni, komfortni ko'proq o'ylaydi. Ularning ichida ham ikkita odam yashaydi. Shu sababdan tashqaridan ishongandek ko'rinsa ham, ichkaridan ehtiyotkor. Yer va havo unsuridagi insonlar bo'lib, oila farovonligi, murosali bo'lishni tanlaydilar. Agarda sentyabr bolasi yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarmagan bo'lsa, bu yutqazdi degani emas. Ehtiyot bo'ling, arkon uzun tashlangan bo'lishi mumkin. Shuncha ma'lumot olding, lekin haliyam like bosmading. Hech bo'lmasa obuna bo'l, yo'qsa qayta uchrashmaymiz. Ular haqiqatparvar bo'lib, ayniqsa tarozi burji to'g'ridan to'g'ri gapiradi. Orqadan g'iybat qilmaydi. Agarda yuzingizga gapirsa, bilingki, bu tanqid emas, haqiqat. Yoqmasa ham buni tan oling. Parizodlarning esa eng yomon ko'rgan odati laganbardorlik. To'g'ri, ular makkor, maqsadi uchun hech narsadan qaytmasliklari mumkin, lekin hech qachon paxta qo'ymaydi. Shu sababdan sentyabrchilar ishdagi rahbarlari bilan tez-tez ziddiyatga borib turadi. Qaysi gapim noto'g'ri bo'ldi? Izohlarda yoz. Bu videoni sentyabr farzandlariga jo'natib qo'y.